Assalomu alaykum akalar. Ko'pchilik so'raydigan savollardan bittasi gazoblokka shkatuka qilsa bo'ladi. Qumsuvoq qilsa bo'ladi. Ko'plar gazoblokdan uyni quryapti, pena-blok gazoblokdan uyni quryapti-da, buni suvog'iga kelganda o'ylaydi, tekis chiqsa rodni shu vaqtga kelsaman bo'ldi deydi. Lekin tekis chiqmayapti, ko'p joylarda ko'ryapmiz. Qumsuvoq arzonroq variant bo'ladimi? Sizlardan maslahat so'raydi ko'pchilik. Qumsuvoq haqiqatan arzon bo'ladi. Bunga qumsuvoq qilib bo'ladimi deganlarga ohayli variantda ham qilsa bo'ladi, sementovoy variantda ham qilsa bo'ladi. Lekin xalqqa yaqin tilda gapirsam, ohayli variant, semen aralash bunga ham, ohayli o'zi bas. Ohayli variantda bo'lyapti. Chunki biz ko'p joylarda qilib berganmiz, sementovoy qilib berganimiz ham turibdi-yu, lekin uni qilish jicha ustani nima deydi, qiynayapti. Ohayli variantda mana unga yopishi ham yaxshi bo'lyapti. Mana bunaqa qilib yuqoroq variant bo'lgan taqdirda ham yuqa yeydigan joylarga ham mana bunaqa teshikchalarni qilib olinyapti. Teshani bitta burchagi bilan polni urib o'ziga tirnoq qilib olinyapti. Qalin yeydigan joylarga setka-petka qilinyapti. Mana tirnoq ham baquvvat ushlaydi. Buni urishdan oldin bitta tagiga polni suv sepib yuvoriladi, shimiydi. O'sha holatda o'sha rastvorda ta'sir urilaveradi. Mana shu holatda ketaveradi ekan. Videoni mana shu gazoblokdan uy qurib olib, qumsuvoq qildiraman deb yurganlarga tashlab qo'yasizlar akalar. Qumsuvoq polni ketyapti, sementovoy ham ketyapti, ohayli ham ketyapti. Sementovoy endi aytibman, ustani jicha qiynagani uchun, qurigandan keyin moldan ajrab qo'yib turgani uchun ohayli variant nima deydi? Qulay bo'lib qoldi. Ko'p ustalar ohayli variantda qilyapti. Shu akalar. Video foydali bo'lgan bo'lsa bitta like bosasizlar, kanalda mehmonlar podpisatsiya bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa mana shunaqa foydali videolar chiqib kelaveradi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.